qaynonasinikiga ish qilishga emas, dam olishga keladigan kelinlar bormi? Kim deb aytsangiz agar mendirman o'sha. To'g'risini aytsam, Oyijon bilan Adajonni men lotereyada yutib olganman. Negaligini video davomida ko'rasizlar. Birinchi sabab, bugun o'sinimni, onajonlarini, ya'ni Xudo xolamizani vafot etganlariga 1 yil bo'ldi. Alloh rahmat qilgan bo'lsin ularni. Ular uchun dasturxon yozib, Qur'on xatm qildilar. Qudalarini haqlariga va shunaqangi chiroyli duo qildilarki, orasida Allohim menga shunaqa kelinlar bergani uchun va shunaqa kelinlarni tarbiya qilib bergan onalari uchun deb shunaqa chiroyli Qur'on tilovatlar qildilar va meni ham Adajonim uchun Oyijonim Qur'on xatm qilgan. Har safar hovliga kelganimda Oyijon birinchi bo'lib ovqatlanib oling, bo'sh qoptikka turmaydi. Siz yaxshi ovqatlansangiz bolalaringizga ham yaxshi qaraysiz deb qornimni to'ydiradi va har doim men kelinlarni xizmat uchun emas, bolalarim bilan baxtli bo'lish uchun olganman deydilar. Oyijon, rosa ro'molingiz yaxshi ekan, o'zingizga rosa yarashibdi degan bir og'iz gapim uchun yangi olgan ro'mollarini shunaqa paketga solib, meni sumkamni ichiga solib qo'yibdilar. Oyijon meni nima yaxshi ko'rishimni juda ham yaxshi biladilar va har safar kelganimda, bilmadim, balki tasodifdir, lekin dasturxonda men yaxshi ko'rgan narsalar albatta bor bo'ladi. Ulardan bittasi домашний nog. Adajon jumaga ketdilar. Oyijon osh solishdan oldin har doim Adajonga oldin mana shunaqa qilib olib qo'yadilar. Keling, sizlar bilan Oyijonning xonalarini obzor qilamiz. Har doim shunaqa chiroyli joy solingan bo'ladi, chunki Oyijonni ko'rishga juda ham odam ko'p keladi. Bu polka esa Oyijonga tegishli bo'lgan va Qur'on o'qiganlari haqidagi sertifikatlar. Oyijon juda ham ko'p kitob o'qiydilar. Bu kitoblar Oyijonni hali o'qigan kitoblarini oldida hech narsa emas. Oyijon hamma kitoblarini mana shunaqa qilib belgi qilib qo'yadilar. Mana shu polkadagi kitoblarni hammasini o'qib chiqqanlar. Mana bu yerda qaranglar, mana ko'rasizlarmi? O'zlari biologiyadan dars berganlari uchun mana hattoki biologiyalarni ham o'qib chiqqanlar. Boya aytib o'tganimdek, mashdagi kitobni har bittasini olsanglar, albatta ichida qanaqadir belgisi bo'ladi. Bu esa Oyijonni ish stoli desak ham bo'ladi. Mashalloh, har kuni Qur'on xatm qiladilar va albatta yonlarida ko'rib turganingizdek qo'l krem, spirt, qalampir munchoq, toza asal va облепиховое maslo doimo bor bo'ladi. Oyijonni menyularidagi yana bitta narsa bu turshi, har xillaridan stolga mana shunaqa qilib qo'yib qo'yadilar. Hamma nevaralarini yaxshi ko'radilar, lekin meni katta o'g'lim Mirziyonni boshqacha yaxshi ko'radilar. Mana buni ham men Oyijonlarga umradan kelishganida sovg'a qilgan edim. Xonalarida chiroyli bo'lib turibdi. Qaranglar, o'g'lim Mirziyonni kichkinaligi o'zlariga juda ham yoqqan edi shu sovg'a. Bu soat esa meni kelinlik paytimdan biri bor. Oyatal kursini esa Oyijonga men sovg'a qilganman. Oyijon har bitta narsalarini juda ham qadrlaydilar. Adajonim haqida gapiraman. Bu uzum ularni mehrli qo'llari bilan paydo bo'lgan. Menimcha Adajonimdagi inson dunyoda bo'lmasa kerak. Qaranglar, hamma yonni shunaqa chinni-yu chiroq qilib qo'yadilar. Rosa ham mehrli insonlar, nafaqat bizga, balki oddiy tabiatga ham boshqacha mehr bilan qaraydilar va ko'rib turgan hamma narsalar Adajonning mehnatlari. Chiroyli-a? Mana shu tapchanda biza yozda men, xo'jayinim, qaynanam, ojonim, Adajon, qaynukam masjidga katta qilib joy sovib olib, Mamutga домашний kinoteatrni qo'yib olib, semchkalarni qo'yib olib, rosa kinolar ko'rardik. O'zimni kelin emas, qizdek his qilaman, to'g'risi bu yerda. Bu yerda hozir o'zinim bilan qaynukam yashashadi. Oldin men yashaganman. To'g'risini aytsam, boshida rosa bo'lak bo'lib chiqib ketishga qiziqib keyin o'sha ketadigan paytim kelganda, lekin Oyijon meni 1 yil qo'yib yubormaganlar, ketadigan paytim kelganda yuragim siqilib, yig'lab ketgim kelmay, o'shanda men bu yerni qanchalik yaxshi ko'rishimni his qilganman. Yangi kelinligimda uyda hech kim bo'lmaganda, hamma ketganda, mana shunaqa ashulalarni qo'yib olib, hovlida rosa o'zim o'ynab yurardim. Qisqa qilib aytganda, men Allohimdan behisob minnatdorman. Shunaqa insonlarga meni ravo ko'rgani uchun. Sizchi kelin bo'lgan joyingizdan minnatdormisiz? Kommentariyada yozib qoldiring.